Bir paytlar uzoq joylardan suvlar tashib ichganmiz. Mana shunday chiroyli oqilona siyosatlar oqibatida, natijasida mahallalarimizga suvlar kelib tushdi. Hattoki xonadonlarimizga kamiga bekorga bepul uchotchilar tushirib berishdi, suv hisoblagichlar. Bu bilan biz ekologiyaga, tabiiy zaxiralarimizga keragicha ehtiyojimizga yarasha suvdan foydalanib, qolganini tejab, farzandlarimizga ham shu tarbiyani berib boryapmiz. Avvalo o'zimizga foyda, hisoblagich bilan qilinganda isrof qilmaymiz. Ko'rib turibsiz, ekologiya yildan yilga o'zgarib boryapti. Suv tanqisligi, turli xil tabiatda narsalarni, hattoki havoda qancha o'zgarishlar bo'lyapti. Aholini oiladagi soniga qarab, nechta odam bo'lsa, shunga qarab to'laganmiz. Endi unda masalan, ehtiyojingizdan oshig'ini ham, kamini ham to'laverganmiz. Mana endi hozir faqat ishlatgan suvimizga yarasha haq to'laymiz. Bitta oilada 8 ta 10 ta odam bo'lsak, 10 kishini har bir jon boshiga bo'lib to'lanar edi. Endi hozir qancha bo'lsa ham ishlatgan suvimizga to'laymiz, o'zimiz ham ehtiyot qilamiz. Cho'ntagimizga ham, daromadimizga ham foyda.